muhojiratdagi avomga nisbatan umuman birinchisi musulmon bo'lish sifatimiz bilan Alloh Qur'oni Karimda deganiga o'xshash Allohning rahmatidan faqat gumrohlar umidsizlandi deydi. Allohning rahmatidan hech bir zaman umidsizlanmaslik lozim. Bayam deganimdek dunyodagi o'zgarishlar qarmoqqa Xitoyning foydasiga ketayotgandek qilg'ini bilan balki mohiyat jihatdan uning ziyniga ketayotgan bo'lish ehtimolligi bor. Bayam dedim-ku, bo'layotgan ishlarni zohiriga qarab bir xil o'qiymiz. Ammo ba'zi ishlar biz ko'rgandek bo'lmaydi. O'shalikda Sovet Ittifoqining parchalanishidan burungi va keyingi yozilgan narsalarni selishtirib o'qib baksa, odamlar qiziqarli bir narsaga duch keldi. Sovet Ittifoqining parchalanishini shu vaqtgi dunyodagi eng danglik siyosiy yo'llarmi, har kuni shularni tadqiq qilganlarmi bishorat berilmagan. Hatto parchalanib bo'lgandan keyin ishonilmagan nurg'un ishlar bor. Ammo parchalanib bo'lgandan keyin zalimda parchalanmoqchi edi, aslida bo'lmoqchi edi, oz qolgandi degan gaplar o'tirib chiqqani bilan, ammo parchalanishdan burun unda bo'lmagan. Hozir Xitoyning vaziyati shu. Bir tarafdan dunyo vaziyatini unga foydali ketayotganda bilan, yana bir tarafdan Xitoyning o'z ichidagi ichki masalalar, atrofidagilar bo'lgan munosabatlarning nacharlashishi degan o'xshash nurg'un oson hal qilinmaydigan masalalarning ichida. Eng muhimi biz bir musulmon bo'lish sifatimiz bilan hech nima o'ylamagan taqdirda bir osonlikdan keyin, bir qiyinchilikdan keyin bir osonlik bor. Har kun namozda o'qiydigan inna ma'al usri yusra. Shundaqmi? Bir qiyinchilikdan keyin bir osonlik borligiga biz iymon keltirdikmi? Shunga ishondikmi? Demak bir osonlik bor. Balki bu osonlik biz hayot vaqtiga emasligi mumkin. Ammo ba'zi hech qisi yo'q, bizning avlodlarimizga kelsin bo'ldi. Ammo hayot kishilar avlodlarimizga shu osonlik kelgan vaqtda uningdan qanday foydalanishni meros qoldira olishimiz kerak. Bu biz hozirgi hayotning vazifasi. Hozirgi biz hayotning vazifasi.